Hammaga salom, sizlar bilan Abdulboriy va sizlar meni kanalimdasizlar. Obunachilar, xullas bugun biz sizlar bilan juda ham mashhur bo'lgan o'yinda o'ynaymiz. Bu o'yinda hamma mashhur blogerlar o'ynab chiqaradi, to'g'ri, gamerlar. Bu o'yinda hammasi o'ynab chiqqan deyarli. Qaysi kanalga kirsalar hamma videolarda The Baby in Yellow, ya'ni sariq bola bor. Bunday qarasam, meni YouTube kanalimda yo'q ekan. Men ham sizlar uchun video qiziq bo'lishi uchun The Baby in Yellow o'yinini o'ynamoqchi bo'ldim. Albatta video qiziq deb o'ylayman. Video boshlanishdan oldin albatta like, obuna bo'lishni unutmanglar, chunki biz tezroq 10 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Akt 1. Xo'p. O'yinga kirishimiz mumkin. Mana akt 1 turibdi. Men obunachilar noto'g'ri tushunmanglar. Men hozir men birinchi hozir olayotgan kameram, ya'ni planshetda video olaman. Bu planshetda men o'ynab olganman. O'ynab zapis qilib, keyin o'sha zapisdan qilganlarimni mana undaqangi qilib videoga olganman. Videoga olib, endi o'sha o'ynaganlarimni zapis bo'lganmi, endi mana shu yerda ko'rsataman. O'shaning uchun obunachilar, bu video kimnikidir chopilgan, u bu demanglar, chunki o'zim o'ynagan videoni video qilib olganman. Keyin mana yerda prosta sizlarni chekkaga o'zim qo'yib qo'yishim, sizlarni oldin ro'paralaringga chiqib olganman. Xo'p, biz mana yerda nima ko'rishimiz mumkin? Biz bu yerda tuve bor, tuveda ichida bo'lsa kalitni ochib, bu yerda Baby in Yellow, ya'ni bizning qahramonimiz sariq bolani oldiga kirishimiz mumkin. Ana The Baby in Yellow turibdi. Ana belgi qanaqadir shaytonni belgisi deb eshitdim. Ko'pincha kinolarda ko'rsam. Endi hozir ko'ramiz o'sha belgi nimani anglatadi. Men bu o'yinni necha marta tugatganman. Mana первая ночь necha marta tugatganman. Hammasida o'ynash bilan yod deb bilaman. Mana misol uchun bunday возьмите бутылку в холодильнике. Butilkani borib olib холодильник ana balachaga beramiz. Endi sirazi olamiz, chunki bilaman hozir ishini qilib qo'yadi. Biz отнесите малыша на пеленальный стол, ya'ni pampesni almashtirish uchun otamiz sirazi даже reagировать ham qilar ekan. Hop, biz bu подгузникini olib turib sirazi balaqani yonma-yo, endi qayerdan qidirish kerak. Ya, maloy, sen qo'rqityapsan omalekim odamni, baqaki. Hop, tirjigan bashara. Отнесите малыша в кроватку. Kravatiga olib boramiz malishni. Otib bo'ldi. Найдите книгу сказок и сядьте. Kniga сказок. Вот. Endi bu yerga o'tirib biz buni bezvuk qilib turib sirazi o'tkazib tashlaveramiz. Bizga bu qiziq emas. Uzr so'rayman. Hop, o'tkazamiz. Bo'ldi, tugadi. Uxladimi? Выйдите и закройте дверь. Малыш uxladi. Eshik yopib, endi дождитесь родителей. Посмотрите телевизор. Televizorda oldiga boramiz. Bo'ldi. Mana prosta qanaqadir tostlar haqida ko'ryapmiz. Endi nima bo'lishini endi aqlga bilmadim. Uspokойте малыша. Malishimiz yig'layapti. Малыш qani? Отнесите малыша в кроватку. Kravatga malыш. Qani? Malыsh o'zi halini kravat edi. Yo, bu borgan sari obunachilar borgan sari qo'rqitib boryapti meni. Endi buni mana bu basharani qaranglarda bitta shapaloq otib o'rgim kelyapti. Mana shu basharasiga omalekim. Bor yo'qal uxla. Положите в кроватку нужную игрушку. Balki sen mana qo'ydi xohlarsan. Hop, ma. Nima yotyapsan? Unda bo'lmasa mishiqni olasan. Ma, ol. O'tirjayapti. Выйдите и закройте дверь. Hop. Eshitilaringmi ovozi? Ishi o'zidan o'zi ochilib qoldi. Malış, ticho. Uxlayapti, mayli. Lekin obunachilar borgan sari qo'rqinchlilashib ketyapti bu o'yin. Endi hozir bilmadim nima qilishdi. Посмотрите televizor. Menimcha o'zi birinchi kechani tugatib oldi degan umiddaman. Ko'zi ketyapti. Bo'ldi. Ko'zi ketdi. Загрузка. Вторая ночь. Малыш смеется. Смотри, правда забавно. Я же...
Возьмите бутылку в холодильника, покормите малыша. Малыш qani o'zi bizda malыsh yo'q u yerda. Hop, mayli. Nimaga yopilib qo'yam? Найти butilku, yonma-yo, endi butilka ham qochib ketdi. Borgan sari qo'rqinchlilashib ketyapti obunachilar bu o'yin. Mana butilka, yonma-yo. Hop. Maloy, ты krisa qanaqa qilib o'zing chiqib qolgan bo'lishi mumkin, a? Uf, realniy sasitni yomon ekan bo'ldi. Endi ham подгузник. Yo, birinchi marta ko'ryapman pampers oyoq chiqarib uchib ketishini. Endi men buni orqasidan qanday yetishib olaman? Voy, oshxonaning ichiga kirishim kerak endi. Qani u? Yana xovarang izidan ko'rdim. Tepaga chiqdi. Obunachilar, men buni hech qachon usha olmayman. Qanaqadir cheaterskaya igra ekan. Qayoqqa ketyapsan? Ты maloy. Baqaka, eshikni yopamiz, bo'ldi, endi ham chiqib olmaydi. Ha, qo'lga tushding-a? Bo'ldi, ushadim obunachilar, missiya выполнена. Suskasi bor ekan, mabodo achchig'i kelib qolsa, malishdi. Tak. Hali ham boshi aylanyapti, pampersni, oyoq chiqarib ketgan pampers. Bo'ldimi? Ketdi. Уложите малыша, отнесите малыша в кроватку. Ketdi kravatni oldiga. Kurdilarim ko'zini. Yo-ma-yo. Realni qo'rqinchli bo'lyapti, lekin obunachilar borgan sari qo'rqinchlilashib ketyapti bu o'yin. Aqlga nima bo'ladi, men lekin bilmadim. Yot. Найдите книгу сказок и сядьте. Obbo, endi Prince и Крольчиха. Endi o'qish kerak. Когда Крольчиха bir nima bilmayman. Yo-ma-yo, maloy, borgan sari qo'rqityapsan, omalekim odamni. Endi bo'lsa biz nima qilishimiz mumkin? Mana uni olib turib, jiyan ol. Chitach dальше, yo-ma-yo, men senga nimaman? Kitob o'qib beradiganlar. Baribir tilimni tushunmasang. Tirjay o'tiribdi basharan. Qilib. On bejal nazab o'tkazib yuboramiz. Bizga qiziq emas obunachilar, bo'ldi. Balki uxlagandir endi. Brul. To'g'ri, brul. Bo'ldi, uxladi. Выйдите, закройте дверь. Отдыхайте, посмотрите телевизор. Bo'ldimi? Televizor ko'rsak bo'ldi. Ikkinchi kecha tugadimi shunaqa qilib? Kim ekan endi ishida? Ayo, bo'ldi. Hali uyi toz. Bekordan bekorga ko'rmagan ekanmiz-la televizorda toz haqida. Toz turming. Положите в коробку на стол. Bo'ldi, qo'ydim. Hop, nima bo'ldi? Yaxshi qo'ymadik shekilli. Mana buyoqqa qo'yamiz, menimcha. Bo'ldi. Наконец-то можно посмотреть ТВ. Телевизор. Третья ночь. Eng qo'rqinchlisi bo'lsa kerak, chunki 3 ta kechadan iborat deb eshitdim. Maloy qani? Посмотрите televizor deyapti. Obbo, endi maloy qani? Bo'ldi, borgan. Chaqmoq chaqdi bo'ldi. Endi maloy uxlab turadi aytgancha. Поднимитесь и успокойте малыша. Ё-моё, bitta tegini bo'lsa сразу tirjayapti. Выйдите и закройте дверь. Ладно. Найдите что-то поесть. Может быть, сырный тост. Biz tost olib kelib qo'yganmiz. Endi sirniy tost. Mana ham yegim kelib ketdi. Uning uchun albatta non qo'yamiz. O'rtaga endi xolodilnikda sir topish kerak. Ochamiz, sirni olamiz. Yurib. Nonni ustiga qo'yib, nonni olib, nonni qo'yib, tostni yopamiz. Bo'ldi. Bizning dadani hali beri qo'rqinchli joy kelgani yo'q. Yo-ma-yo, obunachilar. Bo'ldi, endi boshlandi. Покормите малыша чудовище. Qani? Voy, muncha ichkarida xolodilnik. Men qana boraman yoqqa. Voy, demayli tezda yugurib borib kelamiz. Nima tugamayapti bu tunnel? Bo'ldi, tugadi. Hop, butilkani olib, ты maloy, ho'kiz. Nimaga eshikni yopib qo'ydi? Men qaytaman endi savol. Qanaqadir muzli joydaman. Покормите малыша чудовище. Hali ham zadani o'zgargani yo'q. U anetda ekan. Ko'rishim bo'yicha
butilkasini olib ishi tushunarli. Butilkasini olib tezda ovqatlantirish kerak ekanmish. Hop. Qayerda bo'lishi mumkin? Hamma yoq labirint ekan. Ha, topdim. Mana, baqachi, bratishkam. Endi yana yo'lni topib olish bor. Qayerda endi u? Ha, topdim. Baqachi ho'kiz, hozir mazingni qochiraman seni. Atdingga, baka nimasi? Oy, ko'zini qarala, obunachilar. Bu balada o'zi nimadir bor dedim. Положите малыша, отнесите на пеленальный stol. Uf, yana pampersni necha marta almashtiradi? Bir kun ichida. Bo'ldi, qo'ydik. Podgoznikini olib qo'yamizmi? Bo'ldimi? Vazifa shumi? Hali bir qo'rqinchli. Basharingga sani kichkintoy ho'kizcha. Достаточно qo'rqinchli bo'ldi hozir. Reaksiyaga agar sizlar ham cho'chigan bo'lsalarim bitta like bosib qo'yinglar. Yo'ma-yo'q, endi suskasini olish kerak ekan. U suskasi adashmasam tepada edi, esimda qoladi. Ey. Qani tezda. Va! Ro'paramdan chiqib olyapti. Yo'q, suskani olamiz. Tezroq. Da yo'ma-yo'q, nima shunaqa payt knopkalarim ishlamay qoladi. Xo'p, endi tezroq pastga tushib ana malish baqaki bo'ldi, u otilib ketdi. Balabechira отнесите малыша в спальню. Spalniga olib boramiz malishni endi. Xo'p. Lekin uxlasa qaranglar, shirin balacha bo'lib qolar ekan. O'zi yaxshi bala bu. Tarbiyalasam yaxshi. Hazillashdim, bo'ldi. Hazillashdim. Voy, nima yana yerda o'tiribdi hozir u. Prince и овца. O'shani o'qib berishgan Prince ovca. Ko'zi o'zgarib qoldi birdan, yozib ko'rdilaringmi? Xo'p, Prince ovca, baqaki sen bilan adin urushmoqchiman. Uspokойте малыша. Endi yig'layotgan bo'lsa, bu safar achchig'i chiqqan holatda uspokоить qilish kerak. Ma, yot, otib yuboraman. Положите в кроватку нужную игрушку. Ma. Mishiqda o'ynaysan. Tushunmadim, baki. Bo'ldi, yoqdi. Найдите книгу сказок и сядьте. Obbo, endi Prince ovcani qo'lida ushlab turgan ekan. Tushundim endi. Hop. Bir nimalarni o'qiyman. Voy. Realni Maloy qani? Maloy, tushunmadim. Sen nima qanaqadir taxtada o'tiribsan? To'g'riroq qanaqadir taxtda o'tiribsan. Tushunmadim. Nima bu? Men senga shuncha qaramay ertalabdan kechgacha ikkinchi onang bo'lib beraman. Sana qilayotgan rahmating shumi? Uchburchak qanaqadir uchburchak deb ko'z Maloy. Доброй ночи. Mana obunachilar video yoqdi deb o'ylayman. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta sizlar nima qilishni bilasizlar. Men sizlarga kontent podarka qilaman. Sizlar bo'lsa podarkalaring like, obuna bo'lsin. Chunki biz tezroq realni ancha bo'lib ketdi obunachilar. Xursand bo'lmaganim ham YouTubedan. Men tezroq 10 mingta obunachi bo'lishim kerak va bunga yaxshigina harakat qilaman degan umiddaman. Sizlar ham menga rahmatlaring. Obuna knopkasi bo'lsa, sizlar bilan men bo'ldim. Men sizim Abdulboriy. Hammaga xayr. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr.